Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizda shou biznes yangiliklari, eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Mana sigirim Nolaga mana ginekolog keldi mana. Mapta mana mol bozorining eng katta xo'jalari shu yerda mana. Qani bitta ko'rsatinglar. Molim sigirim Nola. Mana hostoqdan boraman sizga. Sigirim Nola mana ikki qat bo'lib qopti. Mana bolasi. Bu necha oylik endi? 5,5 oylik. Mana xudo xolasa 3 oydan keyin yana bitta buzoqchamiz bor. Aka rahmat sizga. Mana savorin javob. Ginekolog anaqa Ahmadjon. Ahmadjon akam mana masalan. Akamda endi buni mana. Yorvarlar kecha mollarim hammasi yerga urib olgan odam. Ha bo'ldi aka, Alloh rozi bo'lsin. Mana fan doktorlari nomzodi bilan mol doktorlari nomzodi. Va mana musiqa doktorlari nomzodi shu yerda mana. Qadriyatga ko'ra bu joyda yaxshi niyatdan tabriklarni izhorini boshladik. Bugun mehmonlarga ham mana shu baxtli kunlar chin ma'noda nasib qilishini ko'ngildan so'rab qolamiz. Ana endi esa tantanaga bosh bo'layotgan bugun dasturxon onalarimiz deyiladi bugun. Shunday ekan, ayni daqiqalarda biz mikrofon qarshisiga hurmat va ehtirom ila albatta dasturxon yozgan uy egalarini, go'zal onajonimizni va dadajonimizni taklif qilamiz. Negadir qarsaklar yetishmayapti bizga azizlar. Chalamiz qarsaklarni. Bugun go'zal oqshom, go'zal to'y bo'lmoqda. Kattakon rahmat. Ota-onalarimizdan juda ham go'zal ishlarni eshitishga allaqachon biz tayyormiz. Agarda ota-onalarimiz tayyor bo'lishsa, biz mikrofon qarshisiga ularni chorlab qolamiz. Yana bir bor barcha mehmonlarimizga a'lo kayfiyat tilaymiz va to'ylar barchangizga yana bir bor muborak bo'lsin. Asagiylar muborak bo'lsin.